Hammaga assalomu alaykum. Meni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz opa-singillarimiz hamda musofirdagilarga barchangizga Ufadan alangali salomlar deb qolaman. Yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun mana shunaqangi bir ajoyib kun. Kunimni sizlar bilan bo'lishib turganimdan juda ham xursandman. Mana shunaqa tashqariga chiqsam animator deydimi, shunaqa yurgan ekan. Hamma suratga tushayotgan ekan, men ham borib suratga tushib oldim. Kulgim kelib ketgandi, shuning uchun nima qilib qo'ydim. Xullas yuzimni to'sib qo'ydim. Keyin hamma pishiriqlarimni pishirib, tumshug'im yonimda bo'lgani uchun u odam kassada turibdi. Men esa tashqariga chiqib, mana bu oynalarim juda ham chang. Ichkaridan juda ham chang ko'rinadi. Shularni va nihoyat yuvib artib olaman. Hech qo'lim tegmayotgandi. Qo'lim tegsa yomg'ir kuniga, yomg'ir yog'magan kunlari ishim ko'p. Shunaqa bo'lib shu oynalarimni endi artyapman. Oynani artish uchun universal shobradan foydalanyapman. Ko'rib turganingizdek, shamol qattiq, juda ham qattiq shamol bo'lyapti. Sredствani chachganimdaglar, brizgit qilganimdaglar birpasda qurib qolyapti. Chunki kun issiq, shamol kelib yana chang qilib ketyapti. Xullas bir nimalar qilib yuvib oldim. Sredstvadan qayta chachdim, baribir bo'lmadi. Keyin ichkaridan issiq suv olib chiqib, qaynoq suv olib chiqib turib, mana senga deb yuvib tashladim. Lekin juda ham chiroyli ochildi. To'g'ri, mashinalar to'xtab, non bormi? Ichkarida odam bormi deb so'rab ham o'tib ketishyapti. Shobrani e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi trepkasi boshqacharoq. Sochli trepka deb qo'yaman men o'zimcha. O'shanaqa. Keyin uni ustida yuvib olib, keyin boshida ko'rsatib o'tdim shekilli. O'shanda artib olaman quruq. Ya'ni namli trepkasi atini, quruq trepkasi atini. Bu shobra juda ham universal bo'lganligi uchun polga ham, oynaga ham bo'laveradi. Trepkasini shunday almashtirasiz. Pul ochsangiz bo'ladi, trepkasini almashtirib, oynaga artsangiz bo'ladi. Hamda patologlarni ham artishga, hamma narsaga universal shobra, lekin kitayskiy tez sinar ekan. Bu tur ham olgandim. Bu yil ham oldim. Bu turga sinib qolgandi. Shunaqa qilib hamma joyini, hamma oynalarni artib, tozalab olyapman. Ozgina dog' qolgandi, o'sha dog' qolgan joylarga sredstvadan chachyapman. Mana osmon ko'rinyapti, juda ham top-toza qilib, chiroyli qilib artib oldim. Boya juda ham xira bo'lib turgan edi, chang bo'lib turgan edi. Mana shunaqa qilib artib tozalab oldim. Bu ichkari tarafdan ko'rinishi mana ataylab u burchakdagisini yuvmaganman. Nima ko'rinib turibdi. Bu yog'i yuvilgan, bu yog'i yuvilmagan. Ichkaridan hozir unisini ham yuvib olaman, yana tiniqlashadi. Mana hammasini artib tozalab oldim. Ko'rib turganingizdek. Bu yerda bu xolodilnigim ham pustoy bo'lib qoldi. Hech narsa qolmadi ham deyarli. O'sha kechga yaqin bo'lganligi uchun hech narsa pishirmadim men. Chunki uyga ketamiz yana biror soatdan keyin. Ketishimizdan oldin o'sha reklamalarimizni, mana oynalar artishdan oldin olgandim, artib olib, endi yopishtirib oldik yana boshqatdan. Uyga kelib oddiy spagetti bilan go'sht, kartoshka qilib, nima qilib bolalarim uchun ovqat tayyorladim. Tezdagina bo'lsin deb. Keyin gul ekaman, shunaqa nima edi, koriandr, kinza deb qo'yaman men. Shu yerda kinza deb deyiladi o'zi. Shunaqa ekmoqchi edim, tashqarida yomg'ir boshladi. Unga joy tayyorlash uchun yana hamma yoq loy bo'lib ketadi. O'zi loy endi qurib boshlagan edi. Yomg'ir boshlaganiga keyinroq ekamiz deb to'xtatib qo'ydik. Shu gullarni ham ekmoqchi edim. Ko'ramiz endi balkim ertaga yo indinga yomg'ir to'xtab qolsa ekamiz. O'sha kech bo'lyapti. Yomg'ir qattiq yog'masa ekib qo'yaraman dedim, baribir. Lekin tashqarida yomg'ir asta boshlab qoldi.
Shu gullarini endi gul atirgulga o'xshaydigan ko'rinishi. Mana shuning uchun oldim. Mnogoletniy nima ekan? Gul ekan. Ekib ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan endi. Lekin sotuvchini o'zi ham men garantiya bera olmayman qanaqa bo'ladi yo'q dedi. U ikkalasi bir xil ekan. Bir xil bo'lganmi, bittasida ikki pachka, bittasida bir pachka ekan. Rozoviysida ikkita dona ko'rib turganingizdek, tashqarida yomg'irimiz sekin sevilib boshladi. Men unga uyga kelib har kuni u yerni, bu yerni tozalashni boshladim. Qor kechishiga mana shunaqangi hamma joy to'zigan, hamma joyda u yerda u yotibdi, bu yerda bu yotibdi. Bolalar ham chiqib o'ynaylik, yoz keldi deb nima qilyapti. Men tashqarida topganimni bochkalarga solib yoyapman musorlarni. Shunaqa gul ekmoqchi edim. Gulga joy tayyorlash kerak edi. Mana bu yoqda kun, bu yoqda yomg'ir chitta bo'lib bolalar mana. Bu nima deydi? Ruskiy, bu o'zbek. Shunaqa deb tursam, u bola so'rayapti, "Sizlar kimsizlar?" deb. Unaqa qilib, bu o'g'lim do'sti bilan o'ynagani ketishyapti. Chicha kun chiqsa, meni bolam shunaqa maykachan bo'ladi. Issiqqa umuman yo'q. Shunaqa bu yerda mana shu gullarimni ko'chirishim kerak edi bugun. Piyon guli. Shu gullarim hech mana shu 2 yildan beri gullamayapti. Nima uchun ekan bilmayman. Juda ham chiroyli. Qip-qizil svetda, bittasi rozovoy, 3 xili bor. Mana bular lolalar. Bu qor ketishiga уже o't ko'ryapsiz. Birpasda hamma yoq o't bosib ketibdi. Mana bo'lsa jussaymikan shunaqa. Jussay ekkandim, joy topolmasam shu yerga ekib qo'ygandim. Bu ham chiqib o'sib ketibdi birpasda. Bu yerda ham piyon bor ekan.